2025-yildagi yangicha stildagi qadrdonlar mebellar. Bu mebellar oshxona, restoran, kafelarga zo'r bo'ladi. Loft stildagi mebellar. Ko'rib turibsizlar, rasvetkalar har xillari bor. Siz xohlagan svetda, xohlagan fasonda tayyorlashib berishaveradi. Karkasi temirdan bo'ladi qadrdonlar, qolgan joylari yumshoq, gubka materialdan bo'ladi. Xo'sh, mana bunimiz 6 kishilik, 6 ta odam bemalol o'tiradi. Xon taxtasi bo'ladi qadrdonlar. Narxi 3.600.000 so'm. Xohlasangiz buni 4 kishiligi bor. Mana bu divan variantdagisini 4 kishiligi 2.600.000 so'm. Xohlasangiz qadrdonlar yakkaliklari bor. Kreslo variantda qadrdonlar. Bunga mana 4 kishi o'tiradi qadrdonlar. Narxi 2.600.000 so'mdan. Xon taxtalariga keladigan bo'lsa, qirg'oqlari двойной qilingan, kromkalari zavodskoy, temirlari baquvvat, o'chmaydi, ko'chmaydi, kreska sepilgan. Mana bulari esa moyishi bo'ladi. Siz xohlagan svetda tayyorlashib berishaveradi. Mana bularımizga keladigan bo'lsa, qadrdonlar, bularimiz 8 kishilik ekan. Bunimizning narxi 5.200.000 so'm. Xohlasangiz mana bu stilda, xohlasangiz mana bunday yakkalik stilda ham tayyorlashib berishaveradi. Undan tashqari mana bularimiz nima deyapti? Qadrdonlar, turetskiy fasondagi originaldan qolishmaydigan zo'ridan. Bularimizning narxiga keladigan bo'lsak, donasi 1, 2, 3. Bularimizning donasi 650.000 so'm. Mana bu fasonlarimiz qadrdonlar, bir donasi ko'rib turibsizlar 750.000 so'mdan. Xon taxtasining ham har xil variantlari bor. Undan tashqari o'sha mebellar uchun, ya'ni ofisning variantlari ham bor. Kimga kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bozor va biznes kanalidan chiqdim desang, zakonnilar bonuslarini qilib berishadi. Tamom.